Quyida berilgan natija chiqishi uchun ushbu HTML fragmentiga bog'langan CSS kodi to'g'ri berilgan javobni aniqlang. Natija chegara chiziqlari brauzer tomonlari bilan bir xilda mos keladi. Ya'ni bizda birinchi mana bu yerda HTML kodi berilgan va mana shu HTML kodiga mana bu to'rtta javobdan qaysi biri CSS bog'langan va natijada mana bu o'ng tomondagi ko'rinish hosil bo'lgan. Ya'ni bizda to'liq mana shu agar brauzerning chegaralari deb oladigan bo'lsak, mana shu chizayotgan qismimizni mana shu demak bizga brauzerning chegaralari bo'ladigan bo'lsa, mana shunday ko'rinishda brauzerda hosil bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu yerda mana kichkina ikonka rasm, ya'ni kichkina rasmcha, kitobchani rasmi berilgan, chap tomondan chiqqan. Keyin bu yerda sarlavhasi va o'rtada kitob rasmi chiqqan. Keyin bu yerda ostidan matn hosil bo'lgan. Xuddi shu ko'rinish hosil bo'lishi uchun HTML kodiga qaysi mana bu javoblardagi CSS kodini mos qo'yishimiz kerak. Birinchi HTML kodini tahlil qilamiz. Demak, head bu sarlavha qismi va bu yerda link tagi ishlatilyapti. Link tagini asosiy vazifasi CSS ni HTML ni ichiga olib kirish va yo'li berilyapti. Ya'ni style CSS degan fayl bor. Mana shu style CSS ga ana bu to'rtta javobdan bittasi yozilgan. Va rel style sheet mana shu CSS ni HTML ichiga olib kirishda ishlatiladigan atributlar. Demak, mana shu link tagi orqali biz style CSS degan faylda joylashgan o'sha kodni HTML ga olib kiryapmiz. Va asosiy tanasi mana body boshlandi. Bu yerda H2 sarlavha mana bu qalin nima chiqishiga sabab mana shu H2 sarlavhasi o'zi bizda mana shunday qalin ko'rinishda olib e, tasvirlab beradi. Va bu yerda image tagi bor, bu tog'dek, ya'ni bu tugallanmaydi, image deb yoziladi va ichida atributlar bor. Demak, sinf klass yozilgan bu yerda. Klassda bir nechta qiymat bo'lsa, orada bo'sh joy qo'yiladi. Mana bu yerda o'zi klassda ikkita qiymat bor. Ikon alohida, bu yerda align left alohida. Ya'ni ikkita qiymat berilgan. Agar bitta bo'lsa, shunchaki qo'shtirnoqda yoziladi. Ikkitasi bo'sh joy, uchta bo'lsa yana leftdan keyin bo'sh joy qo'yib yozib boriladi. Va bu yerda rasmni yo'li berilgan. Ikon bu PNG, ya'ni hammasi bitta papkada bo'lsa, faqat nomi ko'rsatilsa yetarli. Keyin sarlavhasi yozilgan. Pastida demak bu paragrafdagi alohida blokda hosil bo'ladi va bu yerda ham yana bitta image hosil qilingan sinf klass. Bu yerda ham ikkita qiymat title alohida, align center alohida berilgan. Va yo'li berilgan, ya'ni nomi yozilgan around JPEG va keyin alt bu kursor mana shu rasm ustiga kelganda kursor mana bu yerdagi around the world deb, ya'ni izoh chiqarish. Altning vazifasi mana shu. Kursor rasm ustiga kelganda izoh hosil qiladi. Keyin pastda bu yoqda oddiy mana shu matnlar yozilgan, p tagi tugagan, body tugagan. Endi birinchi javobni tahlil qiladigan bo'lsak, mana image title deyapti. Demak, title sinfni nomi qayerda berilgan? Title mana ikkinchi rasmda berilgan. Mana image title. Demak, bu yerda nima bo'lyapti? Width kengligi 40, balandligi 10 bo'lyapti. Mana bu rasmni kengligi 40, balandligi 10 bo'lyapti. Keyingisi ikon degani qaraymiz. Ya'ni bu yerdagi title ikon degani aynan e, masalan ikon deganda bizga kichrayib qolmaydi yoki mana align left deganda bu chapdan tekislanib qolmaydi. Bu shunchaki sinf nomi. Yoki align center deganda bu yerda markazdan bo'lib qolmaydi. Bu yerda xohlagan nom berish mumkin. Faqat mana bu gullik qavs ichidagi atributlargina o'z vazifasini bajaradi. Ikonni topamiz mana. Mana bu yerda belgi qo'yilgan klassning ichida ikon. Demak, bu mana bu ikon bu PNGga ta'sir qiladi. Va buni ham kengligi, balandligi berilgan 30 ga 30. Keyin asosiysi mana bu align left. Ya'ni bu yerda xohlagan so'z bo'lishi mumkin. Mana align leftni topamiz mana bu yerda mana kichkina ikon rasmiga mana bunga tegishli ekan. Va bu yerda nima deyapti? Float right deyapti. Yani floatning asosiy vazifasi nima? Float atributining asosiy vazifasi rasmlarni joylashuvini tekst joylashuvini ta'minlaydi. Ya'ni qaysi tomondan chiqishi? Brauzerda bunda floatda 3 ta qiymat bo'ladi. Left bo'ladi, right bo'ladi va none bo'ladi. Demak, left bo'ladigan bo'lsa chapdan chiqaradi, right bo'lsa o'ngdan chiqaradi, none bo'lsa blok surilmaydi. Ya'ni bir joyda qoladi. Hozir bu yerda e'tibor bersak, mana bu align left mana bizda bu kichkina ikonka mana bu rasm haqida gap ketyapti va bu right deyapti. Ya'ni joylashuv, rasmni joylashuvini tekstlash o'ngdan deyapti. Demak, o'ngdan bo'lsa bu rasmcha mana bu yerdan chiqishi kerak aslida. Lekin bizda qayerda bu chapdan turibdi. Bu rasm joylashuvi demak chapda turibdi. Shuning o'zidan to'g'ridan to'g'ri a javob noto'g'ri ekanligini bilish mumkin. Keyingisi margin right berilgan.
Bu yerda margin asosiy vazifasi bu tashqi chekinish deydi. Masalan, mana shu brauzer bo'ladigan bo'lsa, deylik bitta rasm mana yo'q, bitta obyekt mana shu yerda hosil bo'ldi. Tashqi chekinish degani mana bu brauzer chiziqlaridan toki o'sha obyektgacha bo'lgan masofa, bu tashqi chekinish deyiladi mana shu yer. Demak, bizga marginda to'rttagacha qiymat berish mumkin. Ya'ni bunda bizga to'rttagacha qiymat berish mumkin. Agar bitta qiymat berilsa, masalan, 10 piksel deb yozilsa shu yerda, bu faqat bizga yuqori va past aytilgan bo'ladi. Ya'ni yuqori va pastki tomondan o'sha brauzerga nisbatan 10 pikseldan o'sha obyekt orasida joy qoldiradi. Agar mana shu yerda ham marginda ikkita qiymat bo'ladigan bo'lsa, ikkita qiymat masalan 10 piksel, keyingisi masalan 20 piksel berildi deylik. Demak, 10 degani bu yana o'sha, demak bizga yuqori va pastni bildiradi. Mana 20 esa o'ng va chapdan qancha bo'sh joy qoldirish. Ya'ni bitta obyektga mana bunda xuddi demak ikkita qiymat yuqori va pastdan, keyingisi 20 o'ng va chapdan bo'sh joy qoldirishni bildiradi. Keyin bunga 4 tagacha ham qiymat berish mumkin. Demak, marginga masalan 10 piksel, masalan 15 piksel, 20 masalan 30 piksel deb qiymat berish mumkin. Bular endi soat strelkasi bo'ylab demak taqsimlanadi. Ya'ni birinchisi o'ng, bu yuqoridan, keyingisi o'ngdan, bu pastdan, bu chapdan. Ya'ni quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda taqsimlanadi va soat strelkasi bo'ylab joylar ajratiladi. To'rtta qiymatda mana shunday ishlaydi. Endi bu yerda aynan rightni o'zini bergan. Rightda faqat bitta qiymat beriladi, ikkita, uchta qiymat berib bo'lmaydi. Faqat bu o'ng tomondan 120 piksel qoldir degan. Ya'ni o'sha o'ng tomondan chiqadi rasm va yana o'ng tomondan chegara brauzer chegarasidan 120 piksel qoldir degan. Demak, bu ham bizni mana bu ko'rinishga to'g'ri kelmaydi. Keyingisida mana Align Center bergan. Bu Align Center degani bilan rasm markazdan mana bunday chiqib qolmaydi. Bu ichidagi atributlar bajaradi vazifani. Displeyning asosiy vazifasi blokli elementlarni veb sahifada qanday ko'rinishda chiqishini ta'minlaydi va uni joylashuvini aniqlaydi. Bu yerda o'zi ikkita qiymat beriladi odatda, inline va blok beriladi. Agar inline beriladigan bo'lsa, matn ham shu rasm davomidan ketadi. Masalan, mana shu rasm bo'lsa, ana bu matn around mana bu yerdan davomidan ketadi. Agar blok berilsa, bu yerda blok bersa, bu alohida blok darajasida ishlaydi. Ya'ni bu o'zi alohida rasm blok bo'ladi, matnlar uni ostidan mana bunday ko'rinishda chiqadi. Xullas, A javob noto'g'ri bo'ldi. Mana bu yerda o'ngdan tekistlangani uchun. B javobda ham demak ikon degani o'lchami balandligi berilgan. Align left demak mana bu ikkinchi rasm, align left mana bu rasmning yana balandligi. Bu tekislash ekan. Tekislashda flat left to'g'ri, chap tomondan chiqyapti. Left auto deyapti. Ya'ni bu bizda avto o'sha jimlik holatda hech qanaqa joy qoldirmaydi, avtomatik o'zi joylashib oladi. Bu yerda agar so'm qandaydir qiymat berilsa, u holda to'g'ri chap tomondan shuncha joy qo'yadi. Ya'ni align left degan mana birinchi kichkina ikonka rasmga tegishli va flat bu o'sha rasm joylashuvini tekislash chapdan deyapti. To'g'ri, bu avto qoldiryapti. Keyingisi title degan sinf nomini topamiz, mana title va bu balandligi va kengligi va balandligi berilgan. Align Center'da mana Align Center ikkinchisida berilgan va bu ham display block deyapti. Ya'ni display block degani bu alohida blok darajasida bo'lsin degan. Alohida blok bo'lsin. Agar bu yerda inline bo'lsa, mana bunda inline so'z yozilgan bo'lsa, bu matn mana buni davomidan ketadi. Bu ostidan tushmaydi. Va margin deyapti. 0 120. Endi bu yerda ikkita qiymat bo'ldi. Ikkita qiymat degani 0 degani bu bitta qiymat o'zi 0 ni o'zi yuqori va pastdan bo'sh joy qoldirishni bildiradi. 220 esa demak bu o'ngdan va chapdan bo'sh joy qoldirishni bildiradi. Demak, mana shu to'g'ri javob bo'ladi bizda. Ya'ni o'rtaga tekislanishiga sabab mana bu, demak chapdan ham bizga 220 piksel va o'ng tomondan ham demak 220 piksel joy qoldirilgan. Shuning hisobidan bu markazga kelib qolgan rasm. Demak, mana bu flat left, bu mana bu rasmni chap tomondan chiqaryapti va avto shunchaki bo'sh joy jimlik holatda qoldiryapti. Keyin o'lchamlari berilyapti. Ikkinchi rasm ham alohida blok bo'lyapti. Mana alohida blok, matnlar uni davomidan ketmagan va ostidan joylashgan blok va markazdan tekislanish mana bu 220 ni yozilishidan bu markazga kelib qolyapti. Ana shu B javob to'g'ri bo'ladi. C javobda qaraymiz qayerda xato bor. Demak, birinchi o'lchamlar berilgan flat right mana yana
Bizga o'ng tomondan chiqsin deyapti. Align left. Align left mana birinchi ikongacha. Bu yana o'ng tomondan chiqadi. Shu yerda xato berilgan. Ya'ni C javobi ham noto'g'ri. D javobda ham qaraymiz qayerda xatosi bor. Demak, align left demak blok, alohida blok deyapti. Keyin demak bu margin left. Endi mana bu yerda xatolik. Margin leftda right, left, center, justify'da faqat bitta qiymat beriladi. Bu yerda ikkita qiymat noto'g'ri berilgan. Chunki left faqat chap tomondan ma'lum bir o'lchamda bo'sh joy qoldiradi. Ha, bu yerda demak 35, 95 bu noto'g'ri. Leftda faqat bitta qiymat beriladi. Demak, bizda mana bu ikkinchi qiymati noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Va keyingisida ham mana inline degani bu matn davomidan ketadi. Mana bu around the world deb mana shu davomidan ketadi, keyin pastga tushib ketadi. Bu ham xato bu yerda berilishi. Keyin margin bitta qiymat berilgan. Bitta qiymat berilsa bu yuqori va pastdan bo'sh joy qoldiradi. Ya'ni mana bu masofa 210 bo'lib ketadi. Mana bu yerda rasmning orasidagi masofalar 210 tadan joy qoldiriladi. Bu ham demak noto'g'ri. Bizga bu yerda joy yo'q. Joy yo'q. Tamam, mana shunday ko'rinishda bo'ladi. To'g'ri javob bizda B javob bo'ladi.